Yunusobod tumani 3-kvartalga kelganmiz. Juda ham yaxshi lokatsiyadan, 4 xonali 1-qavatdan 2 talab огороди bor. Yangi remontdan chiqqan xonadonimizga chiqqan. Orientir sizlarga tushuntiraman. Ko'rishingiz mumkin. Mana to'g'rida mana 5-bolnitsa, детский ko'pchilik biladi. Mana bog'cha, o'zini mana ko'rayotganingizdek parkovka joylari ham bor. Hech qanaqa muammosiz. Mana shu domimiz. Umumiy maydoni 82 kvadratdan iborat, yangi remont. Narxini sразу aytib o'taman, narxi $126 tartibiga qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa lokatsiyadan 1-qavatdan to'rxona qidirib yurgan tanishinglarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib tursanglar, endi uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdi. Главный подъездdan kiruvchi eshigimizga kirishimiz bilan o'zining kichkina garderobnisi bor va mana bunaqa kattagina oyna qo'yib qo'yilgan, podsvetkali. Xo'p, bu yoq tomonda mana sanuzelimiz, ya'ni hojatxonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Hojatxonamiz o'zining umumiyliklari bor. Hop, bu yoq tomonda mana yurib kelayotganimizda bu yoqda hammomimiz mana ko'rishingiz mumkin. Hammomimiz ham juda ham chiroyli remont qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda mana ko'rib turganingizdek bitta spalni xonamiz. Hop, bu yoq tomonda mana ikkinchi spalni xonamiz mana. Bu yoqda uchinchi spalni xonamiz. Juda ham chiroyli remont qilingan. Hop, bu yoq tomonda mana ko'rib turganingizdek kattagina zalimiz. Zalimiz 5 ga 6 bo'ladi, chiroyli handillar qo'yilgan ekan. Hop, bu yoqdan yurib kelayotganimizda mana bu yoq tomonda kuxonniy zonamiz mana. Kuxonniy zonamizda ham o'zining kerakli aksessuarlari bor. Hop, bu yoq tomonda mana orqa огородimizga chiqarkanmiz, mana ko'rayotganingizdek orqa огородimiz ham juda ham kattagina. Orqa огород глухой bo'ladi, mashina o'tib qaytmaydi. Mana bu yerda bemalol tapchanli zona qilib, tepasini o'rab, shashlik, barbekyu qiladigan zona qilsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol egalariga aloqaga chiqib, baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa 1-qavatdan yangi remontdan chiqqan to'rxona qidirayotgan tanishinglarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esinglardan chiqmasin. Uy-chu, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.